rashk qilmasin, ishonsin. Rashk qilyaptimi, demak ishonmayapti. Nima men unga nima qildim? Insonning o'rtasida ishonch bo'lishi kerak. Ishonch bo'lmasa yasholmaydi degan gaplar bor. Hamma safsata gaplar. Erkak nima uchun rashk qiladi? Ishonmaganligidanmi? Yo'q. Erkakligi uchun rashk qiladi. Erkakning sifati shunaqa rashk qilish. Agar u rashk qilmay qo'yar ekan, unda erkaklik funksiyalaridan bittasi yo'qolib qoladi. To'laqonli erkak bo'lmay qoladi u. Chunki erkak qanaqa yaratilgansa rashk qiladigan qilib yaratilgan. Tabiatan shunaqa. U o'zini unga tegishli bo'lgan narsani himoya qiladi. Unga tegishli bo'lgan narsani nazorat qiladi. Unga tegishli bo'lgan narsani rioyasini qiladi. Ya'ni rashk qilmasa ekan erkak kishi, u kutib tursinki, shu erkakligiga hujum bo'ladi. Bu xato narsa u. Erkak kishi rashk qiladi, erkak kishi qizg'onadi. Ayolga endi rashk yoqmayotgan bo'lsa o'zi, ayol o'zi buzuq ayol hisoblanadi. Chunki aqlli, farosatli, o'zini qadrini bilgan ayolga rashk yoqish kerak. Qanaqa ayolga rashk yoqmaydi desa, o'zini ko'z qiladigan, erkakligi ko'zi o'ynaydigan, mana shunaqa ayolga rashk yoqmaydi. Lekin o'zini qadrini bilgan, o'zini himoya qilinishini xohlaydigan, ayolman, ayolligimcha qolishim kerak deb o'zligini tanigan ayol albatta rashkdan xursand bo'lsin. Chunki u himoyada u nazoratda u. Yana ham yaxshi-ku u ayolga. Rashk qilgan paytda unga yoqmaydi. Buzuq ayollarga-da ko'chada qanaqadir muammoga kirib qolsa, nima deydi bir pasda? Meni himoyachim yo'q, men bir ojiz ayolman. Bu bunaqa paytda esga tushib qoladi. Demak, rashk xohlamayotganligi u ayol buzuqligi o'zi.